Hammaga assalomu alaykum. Shogirdlar bilan o'quv markazidagi shogirdlarimiz bilan dam olgani keldik bugun. Bugun hayit, hammanglarni hayit ayyomi bilan tabriklayman. Shogirdlar bilan suv bo'yiga keldik. Hozir cho'milib suv shunaqa muzdek endi. Bo'stonliqdamiz, jigarlar, Bo'stonliqda. Buni qo'yinglar, tabiatga nechi baho qaranglar, tabiat chiroyliligini shogirdlar bilan keldik. Bitta orolni egalladik. Sal uzoqroqda pullik tapchanlar bor ekan. Pullik tapchanni olmadik. Tabiat qo'yinida ko'rpa to'shak hamma narsalarni olib kelib joylashtirdik. Hozir ko'rasizlar, shashliklar qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Chiroyli joylarda dam olamiz shogirdlar bilan. Suv juda muzdek jigarlar, juda muzdek suv. Voh. Oyog'im toyib ketib, telefon suvga tushib ketmasa bo'ldi. Voh. Muzdekligini suvi. Tabiat baribir boshqacha-da. Nima dedinglar? Dam olgani juda ham zo'r joy ekan, jigarlar. Juda bir dam olishga arziydigan joylar ekan. Voh. Shogirdlar joyi ko'chiribdi soyaga. Xullas, mana bu yerda pullik tapchanlar bor ekan, karavotlar bor ekan, pullik. Shu karavotlar endi bu yerda suv bo'lmagan paytida bu quruq turgan, endi hozir suv ko'tarilganiga va qiyshayib suv tagida qolib ketgan. Bir ikkita tapchanlar bor ekan, mana bunaqa, ularni olmadik. O'zimiz shu yerdan kechib o'tib shu joyni egalladik endi, jigarlar. Bozorga ketamiz hozir. Bozorlik qilgani boramiz. Tashrik qilishimiz kerak. Bozorlik qilamiz hozir. Gazalkent. Olamiz hozir six. Six bormisiz-ku? Bularda bor ekan six. Nima? Stakan, одноразовый stakan mana bu. Tarelka stakan одноразовый olish kerak. Tanosiz. Ichiga kirib, buni qilishga qilish. Mana kelishimiz bor, aka yuzga. Yana ham yo'qoldi. Hamga oldinglar? Yo'q.